Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bilasizmi? Ba'zan inson yaxshi hordiq chiqarish uchun mana shunaqangi baland bo'lgan daraxtlarning ostida yoki gullarning orasida o'zini vaqtini o'tkazish yetarli. Olimlar ta'kidlashicha, bir necha daqiqa davomida daraxtlar soyasida yengil sayr o'tkaziladigan bo'lsa, insonning xotirasini 20% gacha mustahkamlash mumkin ekan. Shu sababli aynan guldasta sizlarni nafaqat o'simliklar bilan tanishtiradi, balki ularni sevish, asrash va ularni to'g'ri parvarish qilish bo'yicha ma'lumotlarni berib boradi. Bir necha kun davom etgan ekstremal issiq nafaqat insonlarni, balki o'simliklarni ham jiddiy sinovdan o'tkazdi. Sizning hovlingizda, bog'ingiz yoki yon atrofingizda barglari kuygan yoki so'g'in holatga kelib qolgan o'simliklarga ko'zingiz tushgan bo'lishi aniq. Xo'sh, bunday holatda bog'bon qanday yo'l tutish kerak? Aynan stressdan o'simliklarni qanday asrash mumkin yoki qurigan o'simliklarning salomatligini qanday tiklash mumkin? Hozir aynan mana shu haqida gaplashamiz. So'nggi paytlarda anomal issiq va anomal sovuq kabi terminlar qulog'imizga tez-tez chalindi. Lekin bu yoz bizga ekstremal ob-havo sharoitini ham tanishtirib o'tdi. To'g'ri eshitdingiz. Bu yil bizani 10 kun davomida davom etgan ekstremal issiq paytida nafaqat insonlar, balki o'simliklar ham juda ham katta zarar ko'rdi. Albatta bu yo'qotadigan talofatli yoki juda ham xavfli deb ayta olmaymiz. Sababi O'zbekistonning yashil tizimi anchadan beri rivojlanganligi sababli unchalik talofatli kechgani yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham, albatta siz o'zingizni bog'ingizdagi o'simliklarni yaxshi parvarish qilishingiz kerak ayni damda. Nima uchun? Sababi o'simliklar hozir o'zlarini qayta tiklash uchun anchagina kuch to'plashlari kerak bo'ladi va aynan mana shunaqangi jarayonda sizni, ya'ni siz bog'bonlarni mehringiz va yordamingiz ancha muhim. Stressga tushgan o'simliklarni issiq paytlarida kesish, ularga qo'shimcha ozuqalar berish, kimyoviy ishlovlar qilish mutlaqo taqiqlanadi. Shu sababli agar siz o'zingiz bog'ingizda o'simliklaringizda kuzatilayotgan qanaqadir kasalliklarga ko'z tushadigan bo'lsa, eng avvalo ularni stressdan chiqarishi va regular tartibda sug'orishi yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, meni qo'limda hozir mana shu idishda aynan shu chiroyli, go'zal bo'lgan o'simliklarimiz uchun kerakli bo'lgan mehr, muruvvat va ozuqa bor. Ya'ni bu anti-stress preparat kompleksi. Ushbu kompleks tarkibida magniy, kaliy va boshqa o'simliklarga kerak bo'lgan va o'simliklarni tinchlantiruvchi va aynan o'simliklarimizni tanasida yuradigan suvlarni tartibga tushiruvchi kompleks moddalar mavjud. Va aynan mana shu kompleks moddalar o'simliklarimizni stressdan chiqishiga yordam beradi. Agar siz o'simliklaringizga yaxshi parvarish qilish xohlaydigan bo'lsangiz, eng avvalo anti-stress preparatlardan samarali foydalaning. Kunni birinchi yarmi, ya'ni tushlik davriga qadar o'simliklaringizni yaxshilab sug'organingizdan keyin ularni ustidan mana shunaqangi preparatlarni purkash kerak bo'ladi. Xo'sh, qanaqa qilib deydigan bo'lsangiz, aytganimdek suvga tayyorlab olasiz. Hozirgi kunda juda ham ko'plab preparatlarning turlari bor. Ularni o'zini qanaqa qo'llash tartibi qadoqda yozilgan bo'ladi. Hozir men o'zi kerakli 5 litrli idishga aralashtirib oldim. Kerakli miqdorda. Endi bo'lsa sizlar bilan hind nastarini qayta ishlaymiz. Juda ham oson. O'simlikni yaxshilab sug'orish kerak va sug'organingizdan keyin gullari bo'ladimi, bargi bo'ladimi, tanasi bo'ladimi, hamma joyiga mana shu preparatni sepib chiqishingiz talab etiladi. Albatta siz bog'bon bo'ladigan bo'lsangiz, ob-havoni tahlil qilmasdan yashay olmaysiz. Nima uchun? Sababi ko'ryapsiz, ob-havo juda ham tez o'zgaryapti. Bir safar juda issiq bo'lib ketyapti, bir safar yog'ingarchiliklarga boy bo'lyapti. Va hozir oxirgi haftani ob-havosini tahlil qilgan bog'bon sifatida shuni ayta olamanki, kunni ertalabki yarmida siz bemalol o'simliklaringizga anti-stress preparatlarini sepishingiz mumkin. Ya'ni ko'pchilik o'ylashi mumkin, issiq paytda o'simlikni ustiga dori sepiladigan bo'lsa yoki suv sepiladigan bo'lsa, o'simlikni barglariga ziyon yetishi mumkin deb o'ylashadi. To'g'ri o'ylaysizlar, lekin albatta havo darajasini siz yaxshi tahlil qiladigan bo'lsangiz, hozir unchalik kuchli issiq bo'layotganligi yo'q. Shu sababli bemalol siz ularga dorilarni sepishingiz mumkin.
Va albatta bunda o'simliklar o'zini yomon his qilmaydi. Agar sizni bog'ingiz to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan joyda joylashgan bo'lsa va kunni tikka paytga chiqqan paytida o'simliklaringiz issiqdan kuchli talafot ko'rishiga o'zingiz guvoh bo'lgan bo'lsangiz yoki o'zingizni mana shu narsani his qiladigan bo'lsangiz, albatta men aytayotgan tavsiyalarimni 100% bajarishingiz kerak degani emas. Siz o'zingizni bog'ingizdan kelib chiqib, o'zingiz hududingizdan kelib chiqib turib, xulosalarni chiqarasiz. Shu sababli bizda hozir bizda shunaqa shamol bo'ladigan, shabada bo'ladigan joy. Shu sababli bu yerda men bemalol dori sepib ishlay olaman. Shu sababli ham mana shu ishni amalga oshiryapman. Siz ham avvalambor o'zingizni hovlingizni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Bizani bog'imizga devor qilinib Cotoneaster o'simligi ekilgan, ya'ni bu kizillik o'simligi va ushbu o'simligimiz juda ham ko'p suv talab qilganligi uchun ba'zida xloroz kasalligiga chalinadi va hozir ham ko'rib turibmanki, bularda xloroz kasalligi mavjud. Xloroz nima? Xloroz bu o'simlikka temir moddasini yetishmasligi va aynan bu vaziyatda bizda xelat jeleza, ya'ni xelat temir moddasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu o'simliklarimiz barglarini qayta tiklashga va salomatlikni mustahkamlashga hissa qo'shadi. Lekin mana shunaqangi issiqda ham bu preparatdan foydalanish mumkinmi? Albatta yo'q. Bunaqangi issiqda hech qanaqangi kimyoviy moddalar va o'simlikka kuchli ta'sir qiladigan vitamin qo'shimchalar berish tavsiya etilmaydi. Shu sababli bunaqangi vaziyatda biza antistress preparatlarni ustiga purkash va bularni ildizi mustahkamlanishi uchun ildizi orqali sirkon preparatini ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan ushbu jarayonni ko'rib o'tamiz. Preparatlarni qo'llayotganingizda odatda kichkinagina idishlardan foydalanmay, ayniqsa u ildizga beriladigan bo'lsa. Shuning uchun bog'ingizda ishlatadigan maxsus chelak aynan preparatni tayyorlashga yaxshi yordam beradi. Ushbu chelak men juda ham dastyor. Bu 10 litr hajmda 12 litrgacha chiqarish mumkin. Hozir men 10 litr idishga sirkon preparatdan ishlatyapman. 5,5-10 gram atrofida qo'shaman, chunki men oladigan brendim ancha kuchliroq va aynan mana shu preparatni sizga hozir qo'llash tartibini ko'rsatib o'taman. Qanaqa qilib qo'llaymiz? Demak, o'simliklaringiz sug'orilgandan keyin, yaxshilab sug'orib bo'lingandan keyin bularni ostki qismiga aynan mana shu preparatdan quyasiz. Ko'pchilik aytadiki, quruq holatda ham quyish mumkin deshadi. To'g'ri, quruq holatda ham quyish mumkin, lekin men bularni namlangan holatda quyishni tavsiya qilaman. Nimaga? Chunki agar bizning tuprog'imiz nam bo'ladigan bo'lsa, o'simligimiz mana shu dorini ildizlarda so'rish orqali yaxshi qabul qiladi. Xuddi bilasiz, qurib turgan narsa tezroq suvni shimishi mumkin, lekin uni ta'siri kamroq bo'ladi. Ya'ni shimish asosan ildizga emas, yerga ketib qolishi mumkin. Shu sababli siz yerni birinchi to'yintirasiz va ildiz uchun dorisini quyasiz. Xo'sh, quyish tartibi ham oddiy. Shu chelaga tayyorlab olganingizdan keyin yaxshilab aralashtirib qo'yasiz tagidan. Hozir sizlar bilan biz o'simlikning ildiziga sirkon moddasini quydik. Bu nimaga yordam beradi? Bu o'simligimizning ildizini shokdan chiqarishga yordam beradi. Va bunda siz o'simligingizdagi qo'yayotgan suvingizga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ya'ni juda ham muzdek bo'lgan suvni quymang dori bilan. Nimaga? Chunki bu o'simlikni shokdan chiqarish o'rniga yana qaytadan shokka solib qo'yish mumkin. Shu sababli biroz iliqroq bo'lgan suvga, ya'ni iliq deganda shu ko'cha haroratida bo'lgan suvga sirkon aralashtirib qo'yasiz. Endi bo'lsa antistress preparatimiz o'zini shu maxsus moddalarni kompleks bo'lib turgan moddani buni ustidan purkab chiqamiz. Purkayotganimizda e'tibor berishimiz kerak, diqqat bilan imkon qadar mana shu uchidagi nasatkasini
mana shunaqa yoyilib ketadigan holatda qilish kerak. Bir xilli mana hozir ko'rsatib o'taman, buni ham mana shunaqangi holatga o'tkazib qo'yishadi. Bunda suv to'g'ridan-to'g'ri chiqadi, o'simligimiz dori ola olmaydi, o'zining tarkibida saqlab qola olmaydi preparatda. Shuning uchun albatta aytganimdek mana shunaqa yoyiladigan holatda chiqishiga e'tibor berishimiz muhim. Shu tartibda yaxshilab hamma joyiga suvni tekkizib sepamiz. Albatta sepayotganingizda o'simlikni har bir nuqtasigacha e'tibor berishingiz kerak. Barglaridan tortib tanasigacha, tanasidan tortib ildizigacha, mevasigacha dori yetib borishi shart. Va albatta biz ushbu preparatimizni igna bargli o'simliklarga ham bemalol ishlatishimiz mumkin. Bu igna bargli o'simliklarga ham, bargli o'simliklarga ham birdek ta'sir o'tkazadi. Qolaversa, do'stlar, biz bir marta dori septik bo'ldi emas, yana bir hafta o'tgandan keyin mana shu tartibni qaytarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yana anti-stress preparat bilan o'simligingizni qayta ishlab qo'yasiz. Bu o'simlikni yana ham kuchli qilishga va uni ildizlarini mustahkamlashga va igna barglari yoki barglarini yashnab ketishiga hissa qo'shadi. Sizning bog'ingizni yoki tokshangizni bezab turgan gul mana shu holatga kelguncha bir nechta qadamlarni bosib o'tadi. Qanday deysizmi? Eng avvalo urug'larni saralash, ularni ekish, payvand qilish, kesib shakl berish, undan so'ng doralash va siz ko'rgan, siz hovlingizda yoki o'zingizni tokshangizni yetishtirayotgan chiroyli tuvaklarga ko'chirib o'tkazish. Bu anchagina mashaqqatli mehnat va juda ham ko'p vaqt talab etadi. Shu sababli ham siz ularni to'g'ri parvarishlash va ularga g'amxo'rlik qilishni o'z bo'yningizga olishingiz kerak. Agar bu juda ham mashaqqatli ishdek tuyulayotgan bo'lsa, shunchaki guldastani kuzating va o'zingizning savollaringizga javob oling. Qadrli tomoshabinlar, guldastamizdan o'rin olgan lavhalar o'z nihoyasiga yetib borar ekan, sizga birgina savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bitta ko'chat ekish uchun qancha vaqt sarflaymiz? To'g'ri aytdingiz, bir necha daqiqa. Va aynan mana shu bir necha daqiqa bizning kelasi bir necha 10 yillar davomida atrof muhitni go'zalligidan bahramand bo'lishimiz va to'yinib nafas olishimiz mumkin bo'lgan kislorodni ishlab chiqarishga qo'shgan hissamizni hal qiluvchi on hisoblanadi. Shunday ekan, keling, tabiatni birgalikda asraylik va o'simliklarni parvarishlashni, ularni ekishni va kelajak avlodga yetkazib berishni ma'lumotlarini biz bilan birgalikda o'rganing. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.